Sifatli qadrli do'stlarim, assalomu alaykum. Xullas, bugun natijalar e'lon qilinadigan kun. Akalarimiz ham kelishdi. Xudo xolisa, birinchilikni olamiz. Mana qo'llab-quvvatlab tursa oxirigacha, lekin bunaqa paytishga bo'lmagan lekin. Rahmat. Xudo xolasa birinchilikni olamiz. Hamma kutyapti intizorlik bilan. Даже bolельщикlarimiz natija kunigacha kelib qolib uzatishyapti. Mana akam ham haligacha ketmaganlar kuzatadilar. Xudo xolasa birinchilik olamizmi aka? Albatta, albatta. Biz shunga loyiqmiz. Arziydi. Arziyga omad. Награждается Нурхожа Қуанғали Ерланұлы, Маңғыстау высший. Uchinchi o'rin g'olibimiz mana Bushroq deb bo'ldi. Birinchi o'ringa Osmon do'stlar, birinchi o'ringa. Награждается Попов Михаил Сергеевич, Алматстроитель. Ikkinchi o'rin g'olibi. Birinchi o'ringa qoldi, birinchi o'rin hozir. Первое место награждается Азимов Азизбек Акимович.
Молодец! Birinchi o'rin g'olib. Gap yo'q, sizlar qo'llab-quvvatlab turdinglar, mana ko'rtoqlar ko'ryapsizlar. Birinchi o'rinda qo'lga kiritdi bizning ishtirokchimiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ishtirok uchun ham qo'llab-quvvatlab turish uchun ham, poddesh uchun ham sizlarga kattakon rahmat. Mana va'da qilingandek birinchi o'rin natijasi sizlarga olib keldik. Mana sizlarni qo'llab-quvvatlab turganinglar bilan, poddeshkalar bilan xudo xolisa birinchilikni qo'lga kiritdik. Ishonganmidingiz? Sizlarga ham gap yo'q. Rahmat, poddeshka uchun rahmat. Aka, mana birinchilikni qo'lga kiritdik, nima deysiz? Gap qilish mumkin emas. Azizlik qobiliyatiga tashkilotchilarga katta rahmat. Sizlar qulay sharoitlar yaratilgan, mana sizlar hammasi gap qilish mumkin emas. Samarqanddan kelib turib poddeshka qilganingizni ham rahmat aka. Gap qilish mumkin. Birinchi o'rin bilan tabriklaymiz. Nafaqat o'zimni, Grab kompaniyasi tomonidan hamda butun o'zbekistonlik bizani qo'llab-quvvatlab turgan maydon obunachilarimiz tomonidan tabriklayman. Rahmat, katta rahmat. Aytgan va'damizni bajardik. Aha. Nima deymiz endi? Hammaga omad. Bu hali boshlanishi. Xudo xolasa O'zbekiston ustalarini, o'zbek ustalari nimaga qodirligini dalsh ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz aslida. Butun dunyoga ko'rsatamiz. Shunday. Anu gap boru, eshitganmisiz yo'qmi? Agar bizlarni qudratimizga shubha qiladiganlar bo'lsa, biz bino qilgan ha. Xuddi shunday, agar bizlarni qudratimizga shubha qilmoqchi bo'lsa, biz qilgan kasbimizga qarasiz. To'g'rimi aka? Xullas, bizlarni qo'llab-quvvatlab turgan barchaga rahmat. Xudo xolasa, bu hali boshlanishi. Hali yana bundan boshqa konkurslarga borib, o'zbek ustalarini nimaga qodirligini ko'rsatamiz. To'g'rimi? To'g'ri.